Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismli tarixiy romanining 2 qismining davomini anglatamiz. Her şadlıktan judadır hayat, andı nur her ün, mulluk, tıkık. Almanya sakta azaytımız, cebir zulümünü tükütümüz, yurtun hiç amallıkını gözümü soraymız. Beni de küçük balını kolluğundan kollumakçım ha? Bu ne? Yağaç kazanda bir kıtım açmışıdır. Beni sorusanla, ben adli bir cahçı, benim hakkım. Xalqni jabr zulmdan qutqizib, erkin ozodlikka chiqarib, tinch farovon turmushga ega qilish. Hey! Shu Luban degan nomodini qishqa! Uning tayqan yepinma! Bizni iliy tarafga ozodlik mash'ili yongan, meni taqdirga boshlab aytamaka. O'yg'ongan ziminni endi hech kim tutolmaydi. Majunning olaqsadi bo'lib tantirab kelayotgan qo'shinni ruhlandirish uchun bir yoqdan jangovarlikqa undab Kanay chalturdi. Yana bir yoqdan Maksim Pilimut o'rnatirliq potaga yugurib chiqib, qarshi tarafga o'q uzdirmoqchi bo'ldi. Biroq Pilimut mishak qisib oldi. Mishakni oran chiqarib tashlab, ikkinchi qitim tepkini bosganda pisdan chiqib qoldi. Yana o'ngshidi, yana bo'lmadi. Hay, bu nima pishganlik? Dedi u Pilimutni puti bilan tepib tashlab. Dal shu chaqda shtat boshlig'i potaga yugurib chiqib, Xo'janiyoz hoji qismlarining Fuqang tog'laridan Santay tarafga yetkilayotganligi to'g'risida jiddiy ma'lumot topshirib olganligini ma'lum qildi. Atla, bu saqal Shinsay bilan yarışib olganini oldi. Endi mening orqa yo'limni kesib qo'ymoqchi bo'ldi-da. Jiddiy buyruq. Hamma qismlar butun sap bo'yicha yetishib darhol chekilsin. Biroq uning buyrug'i yetkazilib bo'lguncha qora yig'in mo'ldirga aylanib ketdi. Mo'ldir durdanalarining kichiki oq burchaqdek, cho'nglari o'rikdek keladi. Mo'ldiri teg'i to'xtamayla qor yig'ishga boshladi. Tabiatning bu kutilmagan qahri g'azabi har ikki tarafga tangla dahshat selayotgan bo'lsa-mu, Shinsayning paxtaliq kiyim va quloqcha kiygan cheriklari qalin o'rmon va okoplarda panohlanishga o'zgaralgan. Majunning yalang'ochtoq bir qur ko'nglak tambal bilan qolgan cheriklari bo'lsa, dal daraxtsiz qorong'u oydalarda panohlangudek joy topolmay teri-peran bo'lib ketdi. Hoshini yo'qotmaganlar Kanay ovozi kelayotgan tarafga mo'ljarlab, Go'chung tarafga qochmoqda. Hoshini yo'qotib yo'ldan ezib ketganlar Shinsay qo'shinlariga asir tushmoqda. Bir munchillari teyilib, yiqilib yotgan yerida to'nglab qolmoqda. Shinsay bu fursatni g'animat bilib, qechiyotgan qo'shin ustiga zambaraklardan o'q yog'dirishga boshladi. Bu dahshatdan urkib ketgan tugilar yuk toqlari bilan qechib yurib, orqa-orqadan yiqilib tushdi. O'rnidan turolmay qechiyotganlarning yo'lini to'sib oladi. Shunday qilib, 6-oyning 13-kuni tong saharda qor yomg'ir to'xtab havo ichilguncha Majunning asosiy qo'shinining oz-kam yerimidan va nurg'un qurol yarog', o'q-dora, ot uloqlaridan ayrilib qoldi. Yaponiyalik mushaviri Daiseiko'mu ana shu patparaqchilikda Shinsayga asir tushib qoldi. Shinsay Majunni Go'chunggacha qo'g'lab bordi. Majunning endi qarshilik ko'rsatishga ko'zi yetmay, uning ustiga Xo'janiyoz hojining o'zidan burun turpanni egilib olishidan ansirab, Mori tog'lari orqali turpan tarafga tez chekindi. U qo'shinning oldingi qatorida bo'z ot ustida ketib o'tib, pat-pat to'xtaydi-da, uzundan uzunga so'zilib, arang-sarang holda salpiyib kelayotgan cheriklarga bir hazog'icha xiyolchan qarab turadi. Biroq
uning yodonqi chiroyida hech qancha parishonlik alomati ko'rinmaydi. Faqat yo'g'on qo'y ko'zlarida nurg'un pulni uftirib qo'yib, yana bir qaytimqi tavkada utib olish ishonchisida yurgan kasbiy qimorvozning kerak yovvoyi bir hirismanlik alomati ko'rinib turadi. Uning bolalikdan boshlab qalbiga singib ketgan mag'rur shon-shuhrat, taxt hokimiyat hirisqi kasofatidan o'ziga o'xshash necha minglagan navqiron yigitlarning sepil tuvillarida qonga milinib yotganligi. Dasht bayovollarda qolganlarining ko'zini qog'i quzg'unlar cho'qib, oftobda qog'jirab ketgan ustixonlarining qum dövillari ostida qolganligi shu topda esiga kelandigandi. Yo'q. Tarixda o'tgan urushxumar avantyuristlarga o'xshash bu bo'z otliq yosh avantyuristning qalbidami bundoq nozik hissiyotlarga o'rin yo'qdir balki. Mubada shundoq hissiyot uyg'ongan taqdirdami, uning bu yugansiz otdek tutuq bermaydigan shuhrat yirisqi bu xil hissiyotni bo'g'ib tashlaydi albatta. Shinsay Zinchon jingidagi g'albisidan beshi ko'kka o'lishib, Urumchi shahriga tantana bilan kirgandan keyin darhol muni ishga tutish qildi. Birinchi bo'lib Doyseyko'ni so'roqqa tortdi. So'roq natijasida Doyseyko'ning xanzu tilidan boshqa rus, ingliz va nemis tillarini pishiq biladiganligi, bir qancha xil maxfiy telegramma shifrlarini yeshalaydiganligi ma'lum bo'ldi. Uning ustiga Yapon jahongirligi Jungoning sharqi shimolidagi 3 o'lkasini besib olib, butun Jungoga ko'z olaytib turgan bir paytda g'arbiy shimoldagi chegara o'lka Xinjiangda muayyan salohiyatga ega bir Yapon kishisining qo'lga tushishi Shinsay uchun cho'ng siyosiy dasmoyi edi. Shuning uchun u qandoqdir bir maqsad bilan Doyseyko'ni maxsus turmaga solib, alohida kutishni o'rinlashtirdi. Shinsay shu ishdan keyin yuqori darajalik amaldorlarning jiddiy yig'inini chaqirdi. O'lka raisi Lyumelning boshliq amaldorlar bu harbiy ishlarga doir muhim yig'in bo'lsa kerak deb orqa-orqadan yig'in zaliga kirishga boshladi. Bugun bu zalning ulug' ochiq turgan eshik derazalari oldidagi qurolliq postlar ko'payib qolgandek ko'rinadi. Zalda o'tirgan kishilar sirtdagi ahvolni aniq ko'rib turadi. Shinsay qosh qopiqqa silingan holda yelpigish bilan o'zini yelpib koridorda oylanib yuradi. Shu orada o'lkalik hukumatning bosh kotibi Tauminyu bilan Ovosiya maktabining mudiri Li Shaotianlar bahramon kelib zalning oldida to'xtadi. Shinsay ularni ko'rish bilan qo'lidagi yelpigishni qatlab olqiniga birini o'qdi. Shu hamon 6 cherik tuyuqsiz etilib kelib, har ikkisini chambarchas bog'ladi va qarshilik ko'rsatganiga qaramay ig'izlariga lat tiqib, zalning yonidagi boqqa elib ketdi. Zaldagilar bu g'alati ahvolni ko'rib, as-hushini yo'qotgan holda toshdek qaytib qolishdi. Oradan bir necha minut o'tganda, chiroyida yigitlik g'ururi jush urib turgan Chingchung cho'ng qadam tashlab kelib, zalga kirmoqchi bo'ldi. Ahvoldan qaraganda, uning ko'nglida hech qanday andisha yo'qdek ko'rinadi. Shinsay boyiqidek bir ishorati bilan ko'zni yumib ochqicha umi chambarchas bog'lanib, bog' tarafga so'rab ketildi. Zaldagilar hech nimani tushunmasdan texmi sarosimiga tushib, o'ri to'pi bo'lishib ketdi. 2-3 minutdan keyin bog' tarafdan bir necha pay miltiq ovozi anglandi. Orqadan Shinsayning bosh muhofizatchisi yugurib kelib, uningga harbiy salom bajo keltirib bo'lgach, unlik ovoz bilan: "Buyruqqa binoan, Asila osmon xudosining dargohiga avatilib bo'ldi. O'likini sepildan ortildirib ko'chaga tashla", dedi Shinsay unlik ovoz bilan, xuddi zaldagilar aniq anglasin degandek qilib. Ondan zalga kirib, hammaga shundoq dahshat bilan chekchiyib qaradiki, zaldagilar ixtiyorsiz holda yerga qarab oldi. Ba'zilari lag'ildab titraydi. Faqat Yevropacha kiyingan o'tir yoshlik bir kishi yipak yog'liq bilan ko'zoynagini surta beparvo qarab turadi.
u bugungi ishlardan oldin xabardormi yoki bundaq ishlarning yuz berishi tabiiy deb o'yladimi, ishqilib uning chiroyida hech qanday o'zgarish ifodasi ko'rinmaydi. Bu kishi Sovet O'zbekistoni poytaxti Toshkentdagi sobiq Jungo konsuli. Bu kunlarda bo'lsa, markaziy hukumatning Shinjongda turishliq tashqi ishlar boshqarmasining boshlig'i Chingdili edi. Quloq selinglar janoblar. Mavjud hukumatning qo'li tishqarisida menga suiqasd qilmoqchi bo'lgan 3 osi Chingchong, Tominyu, Li Shaotianlarga o'lim jazosi berildi. Kim mushundoq botil g'arazlarda bo'ladi ekan, uningga mutlaq kamchilik qilinmaydi. Mayli u boshda har qancha cho'ng xizmat ko'rsatgan. Alhol qandoq yuqori mansabda bo'lsin, menga baribir hech kimni ayab qo'ymayman. Gap shu. Yig'in tugidi. U shu gaplardan keyin burtini silab, mag'rur holda zaldan chiqib ketdi. O'lgulik hukumatning raisi, müştiyib qolgan Liu Wenning qo'rqib ketganlikdanmi yoki bu ishlarni o'ziga qilingan qattiq haqorat bilib, hor elib ketgani uchunmi o'zini tutolmay unsilib yig'lab tashladi. Yig'in zalidan chiqibla, poviskaga o'ltirib Jiang Jishining vakili Huang Musingning qishig'i bordi. Huang Musing uning gaplarini anglab, tamdek tatirib ketdi va oxirida tilini chaynab o'ltirib tasalli berish ohangida: "Sabr qiling. Men markazga hammani ma'lum qilaman. Uning bu boshboshdoqligiga cho'qim chek qo'yilishi lozim", dedi-yu, ammo bu yerdan tezroq ketmasam ishim chatoq. Bu avantyuristning qo'lidan har ish keladigan o'xshaydi. deb atsala Nanjingga qaytib ketishni ko'ngliga pukib qo'ydi. Shu kuni kechqurunlaqi yiliqi bosh muhofizatchi Shing Seyning xos kutubxonasida chiroyli xotin gelimi silingan polda dövilinib yotgan kitoblarni ishkoplarga tizib o'tdi. Bu kitoblar yilroqda Chingzhouning yotiqidan musodara qilinib kelgan kitoblar edi. Shing Sey kitoblarga ko'z yugurtib chiqib, Marks, Ingliz, Lenin, Stalin asarlarini bir chetga ayirdi-da, ularni ko'zga tashlanib turadigan yerga tizishni chekilladi. Ondan "Uning xotira daftarlari qani?" deb so'radi. Bosh muhofizatchi ayrim bir xoldidan xotira daftarlarini chiqarib uningga uzatdi. Shing Sey daftarlarni onda-sonda varaqlab chiqib, sirtmig'i silib qo'ydi. Kitoblar tizilib bo'lgandan keyin Shing Sey bir qadah aroqni qo'liga ilib, bosh muhofizatchiga uzatdi. "Bugun pek charchadim. Buni ichib o'tib, obdan dam ol." Bosh muhofizatchi ixlos bilan ta'zim bajo keltirib, qadahni bir tiniqtila bo'shtirdi. Biroq bir ozdan keyin o'zining yotiqida tuyuqsiz o'lib qoldi. Harbiy doktor jasadni tekshirib chiqib, yurak sanjiqi bilan o'lgan deb xulosa chiqardi. Shing Sey bu sodiq xizmatchisini dafn qilishga yaxshi bir o'lik sanduqi taqdim qildi. Shu oqshimi Shing Sey chiroq yo'riqida boyiqi xotira daftarlarni qaytadan varaqlashga boshladi. Chingzhong degan ism familiyani ximiyeviy dori bilan o'chirib tashlab, o'rniga o'zining ismini qo'yib chiqdi. Atiyalik joydan keyin u Chingdelini chaqirtib keldi va uning bilan uzun so'zlashgandan keyin xuddi gapni xulosalagandek mundaq dedi: "Xulos kalam. Shinjongda uzun yil hukmron bo'lish uchun Sovet Rossiyasi bilan ittifoq o'tmay, uning yordamiga tayanmay mumkin emas. Hozirgi ahvolda bizga nisbatan aytganda, bu masala ba'zi odatdagi diplomatik munosabat doiralaridan halqib ketishini taqozo qiladi. Menimcha, sizning Sovet konsuli bilan ochiq-oshkora so'zlashishingiz uchun hamma shartlar hozirlandi. Men har qanday yo'l bilan bo'lsin-mu, Stalinning ishonchiga erishishga muhtojman. To'ban janoblarining yiroqni ko'ra oladigan siyosiy yo'llarga xos donishmandliklariga qoyilman. Amsa shundoq bo'lsin. Sizning uzun yillik diplomatik tajribalaringiz bilan rus tiliga mohirligingizni bir sinab ko'raylik. Konsul bilan bugun oqshomda ko'rishaman. Xo'janiyaz haqida so'rab qolsa, nima desak bo'lar? Gapning rostini ayting. Men Xo'janiyaz bilan
Majonyanın tarım oymalıqida bir-biri bilan qon bo'lishib, har ikkisining holidan ketishini kutaman xolos. Ikkinchi bob. Endi neyzilashmayli. Bir qo'ling o'tdi bo'lsa, bir qo'ling suvda bo'lsin. Uyg'ur xalq maqoli. Sinchandagi jangdan keyin Xo'janiyaz hojilar Majonyangning o'ylig'inidek uning Turpan tarafga o'tish yo'lini to'sishga harakat qilmay, tog' orasi bilan mengib To'qson nohiyasining Yilonliq yezisiga kelib o'rinlashdi. Yaqindala Sovet konsulining shahidligi bilan imzolangan yiliqi bitimning ro'yi bo'yicha bu yerdan Janubiy Shinjongga o'tib ketmoqchi bo'ldi. Shu kunlarning birida To'qson xalqining har soha vakillari shu yeziga hol so'rab kelib, hoji boshliq cho'nglarni shaharda 1-2 kun mehmon bo'lib chiqishga taklif qilganda, hoji ko'p rahmat hashqoli bilan bu taklifni qabul qilmadi va qayniq damlangan choyni xo'rtildatib ishgach izohat berishga boshladi. Anglasam, bu 2 yildan buyanqa ansizlikda To'qson xalqining beshiga nurg'un deshivorchiliklar ketdi. Nurg'un qon to'kilibdi. Bizni chillimasanglarmi shaharga kirib, tiriklardan hol so'raydigan, shehidlarning yotgan yerlarini yo'qlaydigan yo'limiz bor edi. Shundoq emasmi og'aylar? Ammo bu pishg'irim issiqda puhroni jovutmayli deyman. Yilonliqmi osmoni suzuk, etki kang, o't suyi mo'l, odamlari mehmondo'st obdan yakan. Uning ustiga menga o'xshash cho'riqi yo'g'on tog'chilarga sepilba shahar ancha qamlashmaydi ekan. Qandoq dedim? U shundoq degan peti saptashlariga qarab qaqoqlab kulib-yu, biroq qandoqdir bir ko'ngilsizlik esiga tushgandek darhol o'zini besib olib jim bo'lib qoldi. Shu topda uning piyola tutgan qo'li sal titrab, tugilak ko'zlariga yosh yugurib, burun to'shiklari kerilib ketayotgandek ko'rinadi. Salobatli yuzi bulutliq osmondek tutilib ketdi. Boyadan beri yo'g'on terak ostidagi kang supiga silingan kigiz palaslar ustida xotirjam kulimsirab o'tirgan suhbatdoshlarim uning kayfiyatida bundoq tuyuqsiz o'zgarish bo'lganligining sababini tushunmay hong-tong qilishdi. Faqat Mahmud Muhitala bizga sepil qamlashmaydigan degan gapning bir necha oylar burun Lükchun sepilni bo'sib chiqishda yuz bergan fojiaga qartilganligini tushunib, shundoq hojaka, bizdek aydalida ot choptirib o'rgangan haqqa sepil degan bir nima, shu la'nat sepilga kirib olmagan bo'lsak, voy izzat, Mahsud boydan ayrilib qolmaydik. Mahsud boyning qandoq shehid bo'lganligini anglaganmi? Anglagan. O'zimdan o'tdi og'aynilar. U rahmatlikdan ayrilib, qonida sungan qushdek bo'lib qoldim. Endi uningda kishi bizga nisb bo'lamdi yo'q. Buni Alloh biladi. So'rinni jimjitlik bosdi. Faqat Tangri tog'lari tarafdan kelayotgan mayin shamol ularning beshiga soyivan bo'layotgan yo'g'on terakning zumratdek yeshil yo'pirmoqlarini asta shildirlatib turadi. Qosim afandi bu suhbatga aralashmay, burtini o'ynab miqida kulib o'tirdi. Hoji uni ko'rib qilib, "Qandoq dedim afandi? Shundoq ajaka. Shaharga kirganimiz yaxshi. Men uni demadim. Mahsud boyni davataman. Qonida sungan qushdek bo'lib qoldim davataman. Sizlar o'qiganlar yo'chilib bo'ladi ekansizlar." Qosim afandi qizirib ketdi va yerga qaragan beti jim bo'lib qoldi. U Maqsud Muhiti qaso topganda hojining bo'tisidan ayrilgan tugidek bo'zlab, soqol burutini yulg'udek bo'lib ketganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Xeyli chog'largacha hasrat chekib, urib yurganini quliqi bilan anglagan bo'lsa-mu, vaqt o'tgan sari uning bu dard alamlari sal yeniklab ketar, shundoq bo'lishga tegish deb o'ylaydi. Shuning uchun hojining boya 90 shaharga kirmaslik masalasi ustida gap qilib o'tib, birdala mavzudan shuncha yiroqlab ketganini ancha yaratmay, boshqa xayollar bilan burtini o'ynab o'tirgan edi. Endilikda bo'lsa,
2 yildan beri hoji bilan kech kunduz birga yurib, uning mijoz xulqiga o'ginib qolgan bo'lsa-mu, yurish turishi va gap so'zi qo'pol bo'lgan bilan ko'nglidek inchika odam ekanligini tuzuk his qilolmaganiga xijil bo'ldi va hoji rost aytadi. Biz o'qigan odamlar g'alidrak bo'ladi ekanmiz. Ko'p ishlarda bilarmanlik qilib, odamlarning ichki dunyosi bilan hisoblashmaydi ekanmiz. Bugunza rostla adabimni yedim deb o'yladi. O'zlarini xop qilib qo'ydim, hoji aka. Meni kechirsalar. Hoji hech nima demadi. So'rimning yana jimjitlik bosdi. Yiqili yerdan anglagan ot tuyoqlarining dukurlashlari bu jimjitlikni buzdi. 3 yigit so'rindan 20 qadamcha neridagi terak tuvida jangchilar bilan paranglashib turgan Mirul Puganning oldiga ot choptirib kelib, uningga bir nimalarni dedi. Mirul Pugan 2 qadam tashlab hojining qishig'i keldi-da, O'rimchi tarafdan Tohirbek degan odamning hoji bilan ko'rishgili kelganligini, ularning 11 otliq kishi ekanligini ma'lum qildi. Tohirbek degan ismni anglash bilan hojining chiroyi guldek echilib ketdi va o'rnidan dast turib, "Ular nima ekan? Birinchi qarang'ildi qopdi. Chopsam ot tayyorlanglar." Tohirbek, bak ko'p o'qigan, ko'pni ko'rgan odam. Mening jon do'stim. Ko'rishmaganimizga 5 yilchi bo'pti. Alloh bizga mo'shiyada didor ko'rishni nasib qilgan o'xshaydi. Yurasizlar, oldiga boraylik, dedi. Ondan orada hech qanday gap o'tmagandek Qosim afandiga qarab, "Sizni bering," deb kulimsirab qo'ydi. Birar soatdan keyin boyiqi supig'i boshqadan dasturxon silinib, choy tortildi. Neriroqdagi o'choqlarga esilgan mis qozonlarda yangi so'yilgan paxlan go'shtlari qaynaydi. Tohirbekka hamroh bo'lib kelganlardan 8 Uyg'ur cherik bilan yo'l boshlig'ichi bir qozoq kishi hojining yigitlari orasiga joylashdi. Faqat silvo bo'yliq, yumaloq yuzlik, buriti amdili xat tortgan bir yigitla Tohirbekning ishorati bilan cho'nglar bar so'ringa kelib bir chatda o'tirdi. U hayajon uchqunlari chachrab turgan shahlo ko'zlarini hojidan uzmay adab bilan yuginib o'tirdi. "Qani bolam, choyga boqqach o'ltir," dedi Tohirbek. Ondan hojiga qarab, bu bolam o'zlarining didorlarini ko'rishga muyassar bo'lgani uchun ho'shini yo'qitib qo'yay da'vatida. Yigit bo'lib qolgan o'g'illar bor ekan-da, begim. O'z o'g'lim desam-mo bo'ladi. Ozkam 5 yil burun, ya'ni Panyonan vaqasidan keyin Shomaxstvang Yusuf Tajini Yangjanjongning o'limiga ta'ziya bildirish uchun Urumchiga chiqarganda, o'zlari shu Yusuf Tajiga hamroh bo'lib kelganlari yodlarida bo'lsa kerak. Shu qitim Xonchondagi qabristonlikda, ya'ni rahmatli Temir Xalpamning qabrisi oldida o'zlari bilan uchrashdik. Shundoq emasmi? Shundoq. Shu kuni bir metmo yerlikka qo'yilgan. Bu bola ana shu kuni yerlik qo'yilgan Hasan Dolan degan odamning o'g'li Tursun bo'ladi, dedi Tohirbek. Ondan Hasan Dolanning kimligi va uning fojialik taqdirini, bu bolaning bo'lsa kichkidala Haydar apandida o'qiganligini, dadasidan keyin onasidimi yetim qilib, boshda Haydar apandining uyida, keyin o'zining tarbiyasida o'sganligini, amdilikda rus va xanzu tillaridan bir qadar savoti bor yaramliq yigit bo'lib qolganligini bayon qilib, mundoq dedi: "Bu bolaning qalbida qissos o'tining yelinjab turgani menga kundek ro'shan edi. Bu qitim huzurlarga keladiganligimni anglab, dadamning qissosi uchun bo'lsa-mu, hoji otamlarning sepiga qo'shilaman. Meni billo og'och bosila, hech bo'lmasa itini yetilashga yararman deb qattiq turib oldi. Jangchi yigitlar orasida yurib, bo'ron chopqinda chiniqson deb xizmatlarga yetib keldim. Jangga yarmasa, putukchilikka yarab qola. Qandoq bo'pti hojim?" "Obdan bo'pti begim. Er yigit shundoq bo'lguliq. Qalam tutgan qo'llaring hamda miltiq tutishnimi o'rgansan o'g'lim. Qancha yoshga kirding?" 20 ga. Bo'ridak olg'ur chog'laring ekan. Men mo 20 yoshlarimda Temir akamlarning sepiga qaytilgan. Iting nima edi? Birdamdala esimdan chiqib ketganini. "Ete Tursun,
Tangtishlari dadisining laqimi bilan uni Tursun Do'lan deyishidi ekan. Do'lan degan laqiming otangdan qolgan bo'lsa, obdan bo'pti. O'g'il bola degan otining izini bosadigan nima? Bizning yurtlarda 6 shaharlikning hammasini Do'lan deyishidi. Mana biz 6 shaharga yetib bormay turibla, sepimizga bir Do'lan qo'shildi. Yo'limiz oq bo'g'idek bizning. Mirol, bugundan boshlab bu bola Do'langa marganlikni o'rgat. Rahmat hoji ota. O'tar ketar gaplar bilan g'izo yeyilib bo'lib, dasturxon yig'ilganda Tohir bey o'rnidan turib, hojining qo'mondonligidagi fidoilar qo'shinining Jimisardagi betim bo'yicha yangi hukumat tarkibidagi 6-diviziya qilib rasmiy bekitilganligini jakarlab, hammalarni qizg'in tabrikladi. So'zining oxirida bu qo'shinning bir qismi rasxoti bilan jangchilarning 2 oylik maoshini elib kelganligini aytdi. So'rindikilar xushal-xuram tarqalishdi. To'qsonlik vakillar xush aytib, shu atrofdagi bir mahallaga ketishdi. Tohir bey hojining quliqiga: "Xosroq o'ltirib gaplashib olsaqmikin? Muhim ish bilan keldim." "Xo'p, men shunday o'ylagan." Namoz shamdan keyin mum shamlar bilan yo'ritilgan keng supiliq uyda hoji o'z yaqinlaridan 10 kishi bilan birga Tohir beyning gapiga quloq solib o'ltirdi. Tursunmu supining girvikida siriq teri sumkini tizig'i qo'yib gapga quloq solmoqda. Tohir bey egri sopli qong'isiga tamaki besi bilib bir oz xirildigan ovoz bilan davom qildi. Demak, shunda ben meni hojimning qadinas do'sti. Hojim sizning gapingizni yer olmaydi deb bu elchilikka avatmoqchi bo'ldi. Men hojimga yetkazadigan gapning muhimligini bilib rozi bo'ldim. Uning bu xususda hojimga yozgan maxsus maktubi bor. Tohir bey shu gaplarni qilib o'tib Tursunga qaradi. Tursun sumkidan og'zi chaplanmagan yo'g'on bir siriq lipopni chiqarib hojiga ishga qo'llab uzatdi. Hojim bir varaq sut qog'ozga qumush qalam bilan dona-dona qilib nihoyatda chiroyli yozilgan xatni bir qo'ri o'qib chiqib Mahmud Muhitiga berdi. O'nlik o'qisizlar, hammadan anglasin. Bu xat boshdan oxir degudek cho'nqur hurmat va chiroyli so'zlar bilan bakmo fasohatlik yozilgan bo'lib, qisqacha mazmuni: Zunchuan jingida Majungying qattiq holsizlandi. Mo'shundoq paytda men Davanchong tarafdan, hojim To'qsin tarafdan Turpanga bir vaqtda hujum boshlasak, Majungyingni yer bilan yakson qilib, ofatdan uzil-kesil qutulish mumkin. Agar hojim bu taklifga qo'shilsa, yetarli qoral yarog'ma avatib beraman. Deganlardan iborat edi. Xatning oxiriga "Duban shingsay" degan so'zlar uyg'urcha yozilgandan tashqari uning o'z imzosi qo'yilib, shaxsiy tamg'isi besilgan edi. Xat o'qilayotganda hoji o'ng tizini quchoqlaganicha ig'irligini so'l putiga silib, yon to'liqdan ko'rinib turgan osmon partisiga qaragan peti xiyol surib o'tirdi. Xat o'qilib bo'lish bilan kimdir biri "Pah, toza payti ketdi" deb varqirab tashladi. Hoji ovoz kelgan tarafga yalt qilib qaradi. Ko'takka o'xshash cho'qchiyib o'ltirgan diqmoq bir odam hojimga hijaydi. "Qaysi paytni da'vatsiz? Majungyingdan o'ch oladigan paytni da'vatiman. O xumparning Jimsarda bizga qilg'ini azmi? To'g'ri. Hech bo'lmaganda ashu miltiqlarni yondirib bergay." Shunda qilib hoji butun bir qo'shinning beshi bo'lish sufti bilan masalani o'tirg'i qo'yguchilik so'rinda o'z-o'zidan gap boshlanib ketdi. Jivakkini kelgan Fozildurg'a yuqoridagi 2 kishining fikriga qarshi chiqib, "O'ynab gap qilsangmi, o'ylab gap qil" deb ekan. Andiza, Shunduban degan kofir bilan bir bo'lib, musulmon bilan so'qishimizmi? Qiziq gap qildilar dorg'am. Yotning yondan, o'zining jondan o'tar degan gapni anglamaganmisiz? O'zi musulmon turib, bizga nimalarni qilmadi? Rost, o bizga nimalarni qilmadi? Mana men jangga tayyor. Bu fursatni qo'ldan bermayli. Yana kimdir biri Sali Durg'ini yoqlab chiqdi. Mahmud Muhiti bilan Qosim apandi jim o'ltirdi. Hoji Qosim apandiga "Siz nima deysiz?" deganda qilib tikilib qaradi.
Qosim apandi hojiga sinchi ko'zlari bilan bir qarab olib mundoq dedi. Majonyingning kimligi bizga ma'lum. Bugun bo'lmasa ata bizga o'q etishi turgan gap. Biz Shangduban bilan hamon birlashgan bo'lgandan keyin uning bilan birlikda turib. Sizmi shundoq demoqchimi? Men sizni o'qigan, bilgan bo'lgandan keyin obdanroq maslahat beramikin debdiman. Hay Maqsud, seningdan ayrilib, rostilla qoni tusungan qushdek bo'lib qoldim. Shundoq, qoni tusungan qushdek. Siz o'yladingizmi, apandim? Majonying har qancha eski bo'g'ini bilan iymon etgan musulmon. Biz musulmon turib, musulmonga birinchi o'qni atsak, Alloh ravo ko'ramdi. Qiyomatda nima deyman? Uyning ichi Guriston jimliqiga cho'mdi. Hammaylar qimirlamay shik o'tirdi. Faqat Tohir beglar sepi egri qo'ng'isiga yana tamaki besib saranga chaqdi. Sizlar, og'aynilar, o'yladinglarmi? Mubada Majonying bizga tankilanmay Qumul tarafga qaytsa, Qumulning holi nim bo'lg'ay. O bizdan olamagan o'chini puhradan olg'aymi? Xayr, orqadan qo'g'labmi boramiz? Qochqanmi Xudo deydi, qo'g'laganmi Xudo deydi debdikan. Qumulni yana qonga bo'yaylimi? Mubada turpanda ursaqchi. Hozirgi ahvolda mening o'rimchida, ya'ni Shangdubanning ko'z oldida turganim yaxshi. Haydar apandilarmi shundoq fikrda. Uning ustiga bu qitim oldinlarga elchilikka kelgan odam turib, jimjitlik qilib qolsam, Shangduban nima deb o'ylab qoladi? O, bakli gumonxo'r odamkan. Men o'zlarining javob maktublarini yetkazmasam bo'lamdi. Mumkin bo'lsa, men ati o'g'illi yo'lga chiqay. Bu gaplarmi rost? Amsa xalptim bugun kecha qalbini toza bir yo'rg'ulatqaychi. Dedi hoji Namat xalpatga qarab. Nima deb yozsaq bo'larkin? Bu nima deganingiz? Men musulmon turib, yana bir musulmonga birinchi bo'lib o'q atolmayman. Mubada u menga o'q atsa shu vaqt ko'rurmiz. Mana shundoq deb yozmamsiz. Namat xalpat chekisini tadalab qo'ydi. Atsi kunsal yong'anda Tohir bey hojilar bilan xo'shlashib yo'lga chiqmoqchi bo'layotdi. Dal shu chaqda kutilmagan bir voqea yuz berdi. Turpan yo'liga qo'yilgan qarovullardan ikki yigit ot choptirib kelib, Majonyingning elchilari kelayotganligini xabar qildi. Hammaylar hayron bo'lib bir-biriga qarashgan peti jim turib qoldi. Namat xalpatning bom ovozi jimjitlikni buzdi. Oldirmayroq mavzular dedim-ku begim. Mengib ketgan bo'lsalar, bu qiziqchilikni ko'may ketirganlar. Rost aytdingiz xalptim. Gazilingning yangi o'yinini ko'rishdan mahrum qolg'ili tas qopdiman. Mana hajim, yana bir perxon maydonga tushdi. Uning dipi qaysi muqomga chelindi ekan? Qaysi muqomga chaqan bilan mening cho'riqim yo'g'an cho'riq bilan usul o'ynayolmayman dedim-ku. Gap shu begim. Darvaqa Majonyingning yangi sehr afsullari hojiga kor qilmadi. Bu qitim Majonying yerlik mo'tvarlardan bir necha kishini maxsus xat bilan hojiga elchilikka avatgan edi. Uning xati Allohga hamd va sano, payg'ambarga na'at va durud bilan boshlanib, asosiy qismi kechirim so'rash mohiyatida nihoyatda fasohatlik yozilgan. Siz qachon bo'lsangiz ota, men kaminingiz bola. Ota o'zining bolasidan o'tgan har narsa avvallikni apo etki bilan yepib, lutfi karami bilan apo qilishni tarix tutmaydi. Iltimosim shuki, siz yanala nayzining sepi, men nayzining uchi bo'lsam, qaysi taraf kishilsangiz, shu tarafga sanchilsam, biz boshlagan bu muqaddas g'azot anjomiga yetsa deyman. Deganga o'xshash gaplar bilan oyoqlashgan edi. Elchilar ichidan chiroyli salli yo'g'ib olgan jar soqol kishi bu xatni yiliqi terakning soyisidagi kang supiga hozirlangan dasturxon ustida o'rnidan turib, hojiga ishga qo'llab topshirmoqchi bo'lganda, hoji qopqini silib o'ltirib, "Namat xalpatimga ba'zilar." Namat xalpat o'rnidan dast turib xatni oldi va hojining buyrug'i bilan xatni o'qishga boshladi. Xat o'qilib bo'lish bilan hoji og'zini buzib,
Bu Lomod'un şundaq deydigini ko'nglim tuyib turgan. Endi bir nimesiga to'q qaplashganda qilayotgan gaplarini qaramandigan. Voy haramzada. Men esa kichik bolani go'llaganda go'llamoqchiman. Bo'ldi. Yog'och qozonda bir qitim osh pishidi. Axunam. Elchiga o'lim yo'q. Mening deganlarimning hammasini u Lomodga aytsila. Haras. Yana bir gap. Biz qumulliqlarda suvga salsa, suv ko'tirmas, misqal to'mirni oltin berib ilib bo'lmas, qolgan ko'ngilni degan gap bor. Buni mo tunchug'i o'rdirib, uningga uqtirib qo'ysalar. So'rindagilarning hammasi, jumladan elchilarmi Majumying bilan hojining orasida bo'lib o'tgan ishlardan xabardor bo'lg'achqamikin, uning bu gaplariga hayron qolmadi. Ortiq gap qilishning hojati yo'qligini tushungan bo'lsa kerak, hech kim hech nima demay jim o'ltirib g'izo yeyishmoqda edi. Faqat Mahmud Muhiti bir nima demoqchi bo'lib Tohirbekka ma'nilik qaradi. Tohirbek uning ko'z qarishidan bir nimani tushungandek qilib bosh ishorati bilan ma'qulladi. Hoji aka, elchilarni quruq qo'l yondirsak bo'lmasmikin? Bir apacha javob xat yozganimiz yaxshimikin? Bo'pti. Yazsak yazayli. Hammini yezing. Mana, bayağı aytdim-ku, shu gaplarning hammasini yezing. Menmo nayzining sepi bo'lmay, umo nayzining uchi bo'laman demagay. Biz shundoban bilan pitishdik. Men shu putin bo'yicha old shaharni zolimlardan qutqizib, o'zimiz so'rashga ketyapman. Qosilingmo kishining yurtini parokanda qilmay, o'z yurtiga ketgay. Demisimi, xalqning yurtida uningga nima bor? Mana shularni yezing. Endi hech qaysimiz nayzilashmayli deb yezing. El yurtga tinchlik kerak. Mana shularning hammasini yezing. Tova, bu rostili ajoyib odamkan. Bir qarsangiz, umri tog'da o'tgan molchiga o'xshaydi. Bir qarsangiz, azim daryolarda o'zgan solchiga o'xshaydi. O'qimagan odam bo'lgan bilan. Voy, Miron, qaynisan? Ovi jonigarlarni ko'rdingmi? Issiqda yo'l yurib, o'tkisi qiqilib ketay deb qopdi. Balalarga et, obdan sovutib, bo'g'izni ayimag'ay.